Salam qadrli savdoshlar, bugun biz yangi qom ingliz tili birinchi qismniki 41-42 darsni o'tamiz. 41-42 darsda biz asosli o'rganganimiz bir qism miqdor so'zlar. Miqdor so'z deganni bilmaydiganlar bo'lsa, oddiy qilib mana tushunib olsanglar bo'ldi. Ya'ni manchi tal bir narsa desak, ashdagi tal yoki manchi nafar o'quvchi desak, ashdagi nafar deganlar Uyg'ur tilidagi miqdor so'z degan gap. Yani 1 kilo olma desek kilo bu yerde miqdor söz bo'ldi. Biz bugun asosli qilib ingliz tilidagi intayin muhim, ko'p ishlatiladigan bir qism miqdor so'zlarni o'rganamiz. Uningdan boshqa bir qism yangi ifodalash shakllarini o'rganamiz. Darsda yanla o'qituvchilar iltabir. 41-42 darsning so'zliklari. Birinchi so'zning birinchi tovushi qarab boqaylik. T bilan sh qo'shilsa nima bo'ladi? Ch bo'ladi. Chning keyingisi nimkan i'ga. So'zda i'ga. Chga i'ni qo'shsak chi. Agar odatda z ekan, chiga z'ni qo'shsak cheese. Cheese. Cheese degan pishloq degan gap, pishloq. Cheese. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? B ekan. Ikkinchi tovushi nima ekan? R ekan. R'ni qo'shsak ra. Ni qo'shsak red. Bread. Bread degan bulka degan gap, Bread. Bulka. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? Shga. Shning keyingisi nima ekan? Qo'shma so'q tovush o'ga. Shqavni qo'shsak soap. Ni qo'shsak soap. Soap degan sopun degan gap, sopun. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Yanla ch ekan. Chqa ni so'z deganmiz-ku. Ani so'zsak chqani qo'shsak nima ekan? Cha. Kni qo'shsak chak. Chak. Anki nima ekan? Lga. Lga ni qo'shsak l. Tni qo'shsak lit. Chak. Lit. Unda urg'u 5 deyken, şonlaşqa 5'inden küçük aldık emimiz. Chocolate. Chocolate. Chocolate deyen gap, chocolate deyen gap, chocolate. Yani chocolate deyimiz bu. Chocolate. Ama sözün birinci tavşın imken, şke. Bu Uygurtlik şiyemesti. Biz ügünüp boğan. Yani bunu kanalıdık. Yalıq bir adamını yakımına şş desek, şş. Aşınandın mı eğiz sal çoğurak açılıp ş çıkarttı. Ş'a u'nu koysak nimken şu, şu. Aynı nimken g'ken. G'ını koysak g'r, sugar. Sugar. Sugar diyen şeker diyen gap, şeker. Keyingi sözün birinci tavşı nimken k'ken. K'ını koysak ka. F'a i'ni koysak fi. Coffee. Coffee. A'nı ağan çağda ko emas, ka emas, otursak xeci, coffee, coffee, A'nı sal sözler. Coffee degan qahva degan gap, yani coffee mi deb qo'yamiz ku. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? T'ga. T'ga i'ni qo'shsak tea, tea. Tea degan choy degan gap. Choy. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? T'ga. T'ga i'ni qo'shsak t. Aniki nima ekan? B'ga. B'gani qo'shsak ba. Aniki nima ekan? K'ga. K'ga qo'shma so'q tovush. O'ni qo'shsak ko. Tobacco. Tobacco. Unda esa urg'u biydikan t'ni tuan oldi ekansizlar. Tobacco. Tobacco. Tobacco degan gap tamaka degan gap, tamaka. Anikin sigaretmi deb qo'yamiz, sigarmi deb qo'yamiz. U Kolumbiyaning cho'ng tom sigaretni sigarmi deb qo'yamiz. Aniki cigarette deb yana birsizmi? Tobacco degan tamaka, burunqi zamandagi tamakilni ko'rsatadi, tobacco. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? B'ga. B'ga r'ni qo'shsak bird. Jni qo'shsak bird. Bird. Bird degan qush degan gap. Qush. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? Aka. So'zma ekanmiz, tizalt ekanmiz, eg'iz ikki tarafga ochilgan. Aninkin nima ekan? Nga. Nga i'ni qo'shsak ni. Any. Any. Tizalsizlar, 5 kishi chiqadi. Any. Any degan azroq bir qancha degan gap. Azroq bir qancha. Endi oxirgi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Shga. Shqani qo'shsak sha. Ni qo'shsak sham. Sham degan azroq bir necha degan gap, Azroq bir necha. Ya'ni any bilan sham o'xshaydi. Biz grammatika nuqtasida any bilan shamni ishlatishdagi farqini tushuntirib o'tamiz, Bütün sözlükning o'qilishi. Cheese, pishloq. Bread, bulka. Soap, sopun. Chocolate, chocolate. Sugar, şeker. Coffee, qahva.
tea, çay, tobacco, tamaka, bird, qush, any, azraq, bir necha, some, azraq, bir necha. Sözlüklerin hem sözünün okuluşu. Cheese, bread, soap, chocolate, sugar, coffee, tea, tobacco, bird, any, some. Endi 41. dersning tekstining qisqa tushuntirilishini qarab boqaylik. Is that bag heavy, Penny? Deydi. Somka eg'imi Penny deydi. Penny deb bir ayol uyga kiribdi ekan, uyga kelibdi ekan, eri undan so'radi. Somka eg'imi deydi. Not very. Unchalar emas degan gap. Not degan emas, very degan back degan gap. Not very degan gap. Unchalar emas. Here degan gap, bu yer degan gap to'g'ri. Endi here deb bir undash belgisini qo'yapti. Endi uyg'ur tilida miyaga deb qo'yamiz-ku. Miyaga keling yak, miyaga o'ltiring yak, miyaga qo'ying degancha miyaga deymiz-ku. Ingliz tilida o'xshash. Here, bu yer qo'ying degan gap. Put it on this chair. Put it on this chair. Put it on this chair degan gap, put it. Buni qo'ying on this chair. Ya'ni bu o'rindiqning ustiga qo'ying deydi. What's in it? What's in it degan buning ichidagisi nima? Andan keyin Penny javob beradi. A piece of cheese. Bir parcha pishloq. A loaf of bread. Ya'ni bir uzunchoq narsani loaf deb ifodalaymiz. A loaf of bread. Ya'ni bir parcha bulka. A bar of soap. A bar degan gap to'chas narsa qartimiz. A bar of soap. Bir to'choq sopun. A bar of chocolate. Bir tal chocolate. Bar degan to'chas narsa qartildi. A bottle of milk. Bir butulka süt. A pound of sugar. Bir pond shakar. Yani pound degan gap pound deb o'qiymiz. Bir pound yani pound degan gap yani Angliyaning funt sterlingi. Uningdan boshqa buning eg'irlik birligi bor. Yani bu 453 gramga to'g'ri keldi. Bir pound. Bir pound. Bir pound degan gap yani 453 gramga to'g'ri keldi. Yani yarim kiloga yaqinroq. Yarim kilodan azroq. Bu Angliyaning eg'irlik birligi. Half a pound of coffee. Half a pound of coffee. Yani yarim pound. 453 gramning yarimi ikkidan biri degan gap. Yarim pound coffee. A quarter of pound of tea. Yani 4dan 1 pound çay. Yani 453 gramning 4dan 1 yani 100 necha gram degan gap. Yani 114 gram atrofida. And a tin of tobacco. Hamda bir quta tamaka. Qaranglar, tin degani biz bugun o'tgan. Tin degan gap bir qalay qutini ko'rsatdi. Yani burun tamaka qalay qutliqqa chilangan, A tin of tobacco. Yani bir qalay quta, yani bir quta tamaka deydi. Is that tin of tobacco for me? O qalay qutiki biz qalay quta tamaka men uchunmi deydi. Is that tin of tobacco for me? Well, it's certainly not for me. Albatta bu mening emas deydi. Well degan uyg'ur tiliga nimaga o'xshaydi degan chaqda endi bu deymizga birdan bir qiyin savolni so'radi deyli. Sizning kichik vaqtingizdagi eng yaxshi ko'radigan aybingiz qaysi desa, buni o'ylanib qolmizmi? That's tiger masalan. Masalan u yo'lbosdi. It was tiger masalan. U yo'lbosdi. deymiz go. Masalan, yo'lboshdan yaxshi ko'rdim deymiz. Ya'ni demakchi, ma'lum bir narsaga javob bergan chaqda yoki ma'lum gapni uzatish shakl degan chaqda endi deymiz go, shuni deymiz. Well, it's certainly not for me. It's certainly. Bu albatta, albatta not for me. Emas men uchun. Ya'ni albatta men uchun emas. Demak, mayl tamoq chekmayga o'xshaydi. Eğer tamoq chekdigan, shunga it's certainly not for me. Bu meniki emas deydi, Endi 41. darsdagi grammatikalik nuqtalar. Birinchi nuqta, not very. Very degan vergan intayin back degan gapni not very bo'lsa, unchalar emas, unchalik emas degan gap nima? Masalan, shu sharoit qaraymiz. Masalan, is that heavy deb so'rasa not very dedi, unchalar emas. Okay? Masalan, imtihon tasmikin not very. Unchalar emas, unchalar tas emaskan deymiz-ku. Masalan, siz bexushalmi? It's not very. You're very happy. It's not very.
siz baxushal ekansiz desa yo unchalar emas qo'y deymiz aniki here degan gap asli bu yer degan gapda bunda ko'rsatib turib bir odam nim qildi uyga kirdi men yerda o'tirang degan here yoki bir narsani bu yerga qo'ying deganni shu sharoitga qarab neymiz here desak bu yerga qo'ying degan ma'nosi chiqadi ya'ni undash shaklda deymiz. Endi ikkinchi grammatikalik nuqta what's in it. What's in it degan gap buning ichidagisi nima deb tarjima qildik-ku. Asli ta'tirsiga yandirib baqsaq jumlani. A pen is in it. Bir qalam bo'lsa ichida buning. Ya'ni bir qalam bo'lsa buning ichida. Degan gap. Isni oldiga chiqarib olsak nima bo'ldi? Oddiy so'roq jumlaga aylandi. Is a pen in it? Buning ichidagisi bir qalammi degan gap. Is a pen is it? In it, yani bunun içindeki bir tal kalem mu? Yani bir tal kalem bunun içinde mu yaki? Is a pen in it? Yani bunun içindeki bir tal kalem mu yaki bir tal kalem bunun içinde mu? Hem de bunun neyimliğini okumayımız, bunun içinde bir tal nas bağlığını bildik. Lekin nima bunun içindeki step sormakçı onda olsa what's in it? Yani what'ın nimani koyuverse qag'aya şüphet keldi. Penni chiqarib o'tamiz chunki taqishidi buni yaxshi bilsizlar what's in it bunun ichidagisi nima ya'ni kelish manbasini bildingmi what's in it a pen is in it is a pen in it what's in it ma'lum bir narsani ichida bir narsa borligini bildik yoki what's in it ichidagisi nima somkadimizni ko'taribdi yo xaltadimizni ko'taribdi ichidalik narsa va sirtdan ko'rdik ichidagini bilmaymiz shunaqa what's in it ichidagisi nima deymizku yoki bir do'stimiz bir sizlarga sovg'a olib keldi sovg'a olib kelgan chog'da what's in it ichidagisi nima deymizku buning kelish manbasi mushu endi keyingi grammatika is that tin of tobacco for me is that tin of tobacco for me asl jumla nimati that tin of tobacco that tin of tobacco u bir quta tamaka is for me. Men uchun degan gapda shunaqa. Isni oldiga chiqarib olsak, ya'ni kesim fe'lni oldiga chiqarib olsak, savolga aylandi. Is that tin of tobacco for me? U tamaka men uchunmi? Ya'ni menga keldingizmi tamakani degan gap. Well, it's certainly not for me. It's certainly not for me. And well degan gap men tekstni qisqa tushundigan chog'da dedim well degan gap ya'ni gap topolmagan chog'imizda gapni so'zlash uchun endi bu ishni deb gapni so'zlab o'ylanamizg'u ingliz tilida shu o'ylangan gapni well bilan ifodalaydi buni degan chog'da sal so'zlab well what do you like well I like deymizg'u well degan gap endi bu endi degan gap hisobda well it's bu bo'lsa certainly albatta not for me men uchun emas it's certainly not for me albatta bu men uchun emas demakchi men ayoli tomoq chekmaydi ekan tomoq chekadi ekan u edishkadamba u tomoqni kelgan keyin albatta tomoq chekadigan erga kelgan bo'ldi shuningdek it's certainly not for me deb javob beribdi shuning bilan bu darsga grammatikalik nuqtalar mush bir nechalam ekan Endi 41 darsning tekstining tarjimasiga qarab boqaylik. Is that bag heavy, Penny? Ya'ni Penny degan ayolning ismi, Is that bag heavy, Penny? U xalta chipta yoki bag degan nima? Sizlar xalta deb qo'yingizku, u xalta eg'irmi, Penny deydi. Not very, unchalar emas. Here, bu yerga qo'ying. Grammatik nuqtasini deb bo'ldik-ku. Here, bu yerga, ya'ni bu yerga qo'ying degan gap. Put it on this chair. Put it on this chair. Yani bu o'rindiqning ustiga qo'ying. What's in it? Buning ichida nima bor? Ichidagisi nima degan gap. A piece of cheese, bir parcha pishloq. A loaf of bread, bir parcha bulka. Loaf deganni uzunchoq narsaga ishlatamiz. Piece deganni bir parcha degan gap. Ya'ni shaklsiz, parcha kichik bir parcha ishlatamiz narsalarningki. A bar of soap. Bar degan to'rtchas shakli va narsaning ichiga ilingan narsalarga ishlatamiz. A bar of soap. Bir to'qach sopun deb qo'yamiz-ku. A bar of chocolate. Chokolim qana bo'ldi? To'rtchas chiqadi-ku hisobda. A bar of chocolate. Ya'ni bir tal chokoli. A bottle of milk. Buni bilasizlar, a bottle of bir butulka milk. Ya'ni sut. Bir butulka sut degan gap. A pound of sugar.
A pound of sugar degan gap, yani pound degan gap Angliyadagi ig'irlik birligi. Yani pound degan gap, yani 453 gramga to'g'ri keldi, ha? Yani 1,5 kilodan sal to'g'riroq. Half a pound of coffee, yani half degan yerim degan gap. Yerim pound coffee. A quarter of a pound of tea. A quarter of a pound of tea. Yani 4'ten 1. A quarter degan 4'ten 1 degan gap. 4'ten 1 qadoq, ya qadoq desek bo'ldi, poundni qadoq deymiz, to'g'ri. 4'ten 1 qadoq choy. Ya 4'ten 1 qadoq choy. Yani bir qadoqning 4'ten 1chilik, yani biz necha gram degan gap. And a tin of tobacco. Hamda bir quta tamaka. Yani burunqi tamakani ko'rsatdi. Hozir bu qalay quta qachilmaydi-ku, hammasi qog'ozda yo'g'lik. Burunqi tamakalar shu qalay qutada chiqadigan, bilsizlar, burunqilar qarasanglar bunda qutisi bor. Bir quta tamaka. Bir quta tamaka. Is that tin of tobacco for me? Bir quta tamaka men uchunmi deydi. Buni grammatik nuqtasi deb oldik. That tin of tobacco is for me. U bir quta tamaka bo'lsa men uchun. Isni oldiga chiqarsak nima bo'lgan? Savolga aylangan. Is that tin of tobacco for me? U bir quta tamaka men uchunmi deydi. Well, it's certainly not for me. It's certainly not for me. Albatta bu men uchun emas. Demak, mavzu ayol tamaka chekmaykan, shunlashqa albatta men uchun emas. Sana kimsam kimchikida bo'ladi, sendan boshqa tamaka chekmasa degan gap, ha? Shundan bilan tekstning tarjimasi tugadi. Endi 41-darsning tekstining o'qilishi. Men burunqi o'xshash avval asti suratda bir, normal suratda bir, tiz suratda bir o'qirman, sil mashq qilgan chog'da shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi. Is that bag heavy, Penny? Not very. Here, put it on this chair. What's in it? A piece of cheese, a loaf of bread, a bar of soap, a bar of chocolate, a bottle of milk, a pound of sugar, half a pound of coffee, a quarter of a pound of tea, and a tin of tobacco. Is that tin of tobacco for me? Well, it's certainly not for me. Tekstning normal o'qilishi. Is that bag heavy, Penny? Not very. Here, put it on this chair. What's in it? A piece of cheese, a loaf of bread, a bar of soap, a bar of chocolate, a bottle of milk, a pound of sugar, half a pound of coffee, a quarter of a pound of tea, and a tin of tobacco. Is that tin of tobacco for me? Well, it's certainly not for me. Endi 41-darsning tekstininki tez suratda o'qilishi. Is that bag heavy, Penny? Not very. Here, put it on this chair. What's in it? A piece of cheese, a loaf of bread, a bar of soap, a bar of chocolate, a bottle of milk, a pound of sugar, half a pound of coffee, a quarter of a pound of tea, and a tin of tobacco. Is that tin of tobacco for me? Well, it's certainly not for me. Endi 42-ci dərsning tekstini o'qilishi qarab boqaylik. 42-ci dərs nima to'g'riliq ekan? Is there a? Bu yerda bir in, on, ichida yoki ustida, that, u bir narsaning ichida yoki ustida bir narsa bormi? Endi yana bir xil deb so'ralgan ekan, is there any in, on, that, u bir narsaning ichida yoki ustida ma'lum bir narsa bormi? Endi bu ikkisiningki farqi nima? Qanday vaqtida is there a palonchi narsa in yoki on that palonchi narsa ustida bir tal ma'nosi bormi deymiz. Qanday vaqtida is there any azroq bir narsa bormi deymiz. Men sizga degan chaqda ismlar ikkiga bo'lindi degandim. Birinchisi nimati? Ya'ni ismlar sanig'ili bo'lgan ismlar. 1, 2, 3 masalan bir alma, ishkichilik, 3 uy degandek sanig'ili bo'lgan narsalar degan to'q. Aşınaq nərslərinin degan çağda, yəni aşınaq nərslərinin palançada bir tal nərs barmı degan çağda is there a deb ifadelaymiz. Agar sanığıl bo'lmaydigan narsa bo'lib qolsa, Stalning ustida bir suv bormi degil bo'lamdi? Bo'lmaydi. Stalning ustida azroq suv bormi yoki azroq sut bormi deb deyish kerak. Chunki uni sanig'il olmaydi, ya'ni ismlar sonlar bilan biraqlam qo'shib degil olmaydi.
Şunlaşqa, agar sanıqlı bo'lmagan ismlarni palon joyda azroq bir narsa bormi degan chog'imizda qanday ifodalaymiz? Is there any in yoki on that palonchi narsaning ustida yoki ichida azroq bir narsa bormi deyotganmiz. Chunki buni sanıqlı olmaydi. Mesela ustalning ustida bir tal suv bormi deyishga bo'lmaydi. Chunki u suv sanıqlı olmaydigan narsa. Yoki hozir bital pishloq bormi degil olmaydi, pishloqning sanıqlı olmaydi, bir pishloq, ikki pishloqda. Shunlashqa bu xil sharoitda biz qanday qilamiz degan chog'da, ya'ni qanday so'rayotganmiz? Is there any azroq pishloq bormi? Azroq sut bormi deb so'rayotganmiz. Agar bu sanıqlı bo'lgan ism bo'lib qolsa, ustalning ustida bir tal bo'lqi bormi? Ustalning ustida bir tal olma bormi deb is there a yani bu yer bormi bir deb olamiz. Shunlashqa bu ikki xil ifodalash usulining farqi mushu, bu ikki xil ifodalash usulining farqi mushu. Unda birinchi rasmda ustalning ustida bir pasport bormi demakchiga. Unda nekimiz pasportni sanıqlı bir pasport, ikki pasport degil bo'ldi-ku. Unda is there a passport on that table? Is there a passport on that table? Ustalning ustida bir tal pasport bormi? Endi ikkinchi rasm qarasak, ustalning ustida sut bormi demakchiga. Sutni sanıqlılamdi? Sanıqlanmaydi. Unda is there any milk on that table? Yani ustalning ustida sut bormi? Uchinchi rasmda spoon. Yani qo'shiqni sanıqlı bo'ldi shunaqa. Unda u taqsining ustida bir tal qo'shiq bormi? Is there a spoon on that plate? Is there a spoon on that plate? U taqsining ichida bir tal qo'shiq bormi? Endi o'rindiqning ustida bir tal galastik bormi? Shunaqa. Is there a tie on that chair? Is there a tie on that chair? Yani o o'rindiqning ustida bir tal galastik bormi? 5-chi rasm qarasak, bread. Yani bolka ekan, bolkani qanaqa qilolmaydi, sanıqlanmaydi. Unda is there any bread on that table? Yani ustalning ustida bir nimbamu azroq nimbamu yani bolka bormi? 6-chi rasm nima ekan? Yani bolqa. Yani shkafning ustida bir tal bolqa bormi demakchiga. Unda bolqani sanıqlı bo'ldi-ku. Unda is there a hammer on that shelf? Is there a hammer on that shelf? Yani o nimaning shkafning ustida bir tal bolqa bormi? 7-chi rasmda ustalning ustida bir tal nim bormi demakchigan choy bormi? Bir tal choy degil olmaydi-ku, azroq choy bormi demakchigan. Unda is there any tea on that table? Is there any tea on that table? Yani o ustalning ustida azroq choy bormi? 8-chi rasmda vase. Nima ekan bu? Yani tashtakkan. Bu tashtak nimning ustida ekan? Cooker. Yani bir qozonning ustida ekan-ku. Unda is there a vase on that cooker? Yani bu yerda vase'ni sanıqlı bo'ldi, bir tashtak, ikki tashtak degil bo'ldi. Shunga is there a vase on that cooker? 9-chi rasmda kiyim shkafining ichida bir tal kostyum bormi? Unda kiyim shkafi degan nima deydi? Wardrobe deydi. Unda is there a suit in that wardrobe? In deymiz qo'y ichida. Unda is there a suit in that wardrobe? 14-chi rasmda 10-chi rasmda ustalning ustida tamaki bormi? Tamakini qanaqa qilmaydi? Sanıqlanmaydi. Shunga is there any tobacco on that table? Is there any tobacco on that table? Yani o ustalning ustida azroq tamaki bormi? 11-chisida ustalning ustida chokoli bormi? Chokolini sanıqlan bir chokoli degil olmaydi-ku. Unda is there any chocolate on that table? Ustalning ustida azroq chokoli bormi? Is there any chocolate on that table? Endi 12-chi rasm nima ekan? 12-chi rasmda cheese, pishloq kel. Pishloqning bir pishloq, ikki pishloq deb sanıqlanmaydi. Shunlashqa is there any cheese on that table?
Is there any cheese on that table? 13-ci rəsmdə, yəni gazet barmı? Bir gazet, iki gazet degil olmaydı. Şonlaşqa, is there any newspapers on that radio? Radionun üstündə gazet barmı? Is there any newspapers on that radio? Endi keyingisida, yani 14-ci rəsmdə körüknün üstündə bir tal maşini var. Maşin degan sanıqlı oldu. Şonlaşqa, is there a car on that bridge? Is there a car on that bridge? Yani o körüknün üstündə bir tal maşina barmı? Endi 15-ci rəsm nemiken? 15-ci rəsmdə üstəlin üstündə bir tal sopun barmı? Sopunun sanıqlı olmaydı. Şonlaşqa, is there any soap on that table? Is there any soap on that table? Yani o üstəlin üstündə sopun barmı? Ən axırqı rəsmdə dərəxtnin üstüdə bir tal quş barmı? Quş deganni bir quş, iki quş deb sanıqlı bulamdı, boludu. Undasa, is there a bird on that tree? Is there a bird on that tree? Yani o dərəxtnin üstüdə bir tal quş barmı? Birinci resim. Is there a passport on that table? İkinci resim. Is there any milk on that table? Üçüncü resim. Is there a spoon in that plate? Dördüncü resim. Is there a tie on that chair? Beşinci resim. Is there any bread on that table? Altıncı resim. Is there a hammer on that table? Yani shelf. Yedinci resim. Is there any tea on that table? Sekizinci resim. Is there a vase on that cooker? Dokuzuncu resim. Is there a suit in that wardrobe? Onuncu resim. Is there any tobacco on that table? 11. resim. Is there any chocolate on that table? 12. resim. Is there any cheese on that plate? 13. resim. Is there any newspapers on that radio? 14. resim. Is there a car on that bridge? Keyingi resim. Is there any soap on that table? Eng axırkı resim. Is there a bird on that tree? Şunu bilan bizningki 42-ci dərsin tekstinin oquluş tugdi. Bunun asas öyrənganimiz nim boldu? Agar sanıqlı bulduğan palançada palançı bir tal palançı nəsi barmı deməkçi olsaq, is there a dep aldığımız. Agar sanıqlı bulmay qalsınlar bolsa, palançada azraq palançı nəsi barmı dep aldığımız, is there any dep aldığımız. Şunun bilan 42-ci dərsin oquluşu müşədə axırlaşdı. Qaday sağdaşlar, şunun bilan bizningki 41-ci 42-ci dərsimiz müşədə axırlaşdı. 41-ci 42-ci dərsə asas öyrənganimiz bolsa, palançada bir tal nəsi barmı yoki palançada azraq bir nəsi barmı deganni o'rganib o'tdik. Bundan boshqa bir necha bizningki intan muhim bo'lgan ifodalashlarni o'rganib o'tdik. Shunlashqa darsni intan yaxshi ko'ringlar, topshiriqni vaqtida ishlanglar, topshiriq so'zliklarni 10 qatim, tekstni 2 qatim ko'chirib yozib ma'ni vatish, tekstni ankamida intan pish qo'yish bo'lsa yodlab o'tish, ya. Shundan bilan bizningki 41-ci 42-ci darsimiz tugadi. Mashqqa to'liq qatnashinglar.